Muhammad alayhissalom qaysi kasb egasi bo'lganligini bilasizmi? Payg'ambar alayhissalom oldiniga cho'ponlik bilan, keyin esa savdogarlik bilan shug'ullanganlar. Qabrdagi Robbing kim, payg'ambaring kim deb so'roq savol qiladigan farishtalarning nomini bilasizmi? Bu farishtalarning nomi Munkar va Nakir deb nomlanadilar. Qur'oni Karimda payg'ambarlar nomi bilan nomlangan suralarni bilasizmi? Yunus, Hud, Yusuf, Ibrohim, Nuh hamda Muhammad suralaridir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bilan birinchi bo'lib namoz o'qigan odamni bilasizmi? Birinchi bo'lib namoz o'qigan odam Hadija roziyallohu anhudirlar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam qaysi oyat nozil bo'lgandan keyin oshkora da'vat qilishni boshlaganlar? Payg'ambar alayhissalom Hijr surasining 94-oyati nozil bo'lgandan keyin oshkora da'vat qilishni boshlaganlar. Abu Murra kimligini bilasizmi? Abu Murra rad etuvchi, inkor etuvchilarning kattasi, ya'ni u shayton alayhilaradirlar. Odamlar gunohlari uchun emas, balki gunohlarining o'zi bilan jazolanadilar. Bu eng og'ir va eng to'g'ri jazodir. Tabaraka mashalloh.